Gulnora Karimova O'zbekiston tarixida iz qoldirgan, biroq hech qachon ochiq yozilmagan sahifa. U 1972-yil 8-iyulda tug'ilgan. Bir vaqtning o'zida diplomat, elchi, biznes ayol va san'atkor qiyofasida ommaga ko'rinish bergan. Ammo bu shunchaki yuzaki parda edi. 2000-2012-yillar oralig'ida Jenevada BMT vakili va Ispaniyada elchi bo'lib ishladi. Shu davrda 12 dan ortiq kompaniya, 5 ta davlatda biznes markazlari va o'nlab offshor hisoblarni nazorat qilgani haqida yopiq hujjatlar mavjud. Faqat Shvetsariyaning o'zida uning nomi bilan bog'liq 800 million dollardan ortiq aktivlar muzlatilgan. Ko'pchilik uni qo'shiqchi sifatida tanidi. 30 dan ortiq qo'shiq yozdi, 3 ta moda kolleksiyasini taqdim qildi, 15 ta xayriya tadbirini o'tkazdi. Ammo bu sahna ortida boshqa haqiqat yotardi. Bu faqat odamlarni chalg'itish uchun yaratilgan niqob edi. Uning haqiqiy kuchi diplomatiya va yashirin kelishuvlarda bo'lib, 20 dan ortiq xalqaro uchrashuvlarda prezident darajasidagi muzokaralarda vositachi bo'lgan. 30 dan ortiq yirik shartnomalarda uning ismi yashirin qayd etilgani haqida sirli ma'lumotlar mavjud. Gulnora Karimova hech qachon oddiy san'atkor bo'lmagan. U siyosat va pul oqimini nazorat qilgan yirik shaxslardan biri edi. Qo'shiq, moda va xayriya bu faqat tomoshabinlar uchun sahna. Asl o'yin esa yopiq xonalarda milliard dollarlik kelishuvlar ortida kechardi. Shu bois uning hikoyasi oddiy biografiya emas, bu 30 yillik tizimning eng qora va eng og'ir boblaridan biri hisoblanadi.